Saxir bor odamlar tuxumni sarig'ini yeyish mumkin emas ekan. Qandli diabeti bor insonlarga hamma cheklov qo'yadi. Hamma ularda tajriba o'tkazishga harakat qiladi. Ha nima emish? Qandli diabeti bor inson tuxumni sarig'ini yesa, xolesterinni ko'payib ketar ekan. Va shu uchun ham uni umuman yeyish mumkin emas ekan. Tuxumni oqidan esa foydalansa bo'lar ekan. Tuxumni oqi foydali, sarig'i esa juda ham zararli deb hisoblanar ekan. Bu men endi eshityapman, lekin bu xalq orasida ancha keng, ancha nima deydi, ildiz otib bo'lgan va juda ko'pchilikka bu ma'lumotlar yetib borgan va juda ko'pchilik bunga hattoki amal qilib yashar ekan. Bu hatto shifokorlar tomonidan aytiladigan gap ekan, bu hatto ekspertlar tomonidan aytiladigan gap, bu hatto o'zi diabet bo'lgan insonlar tomonidan aytiladigan gap. Bu hatto shunchaki kimdandir eshitib, kimgadir yetkazib beradigan insonlar ham bu gapni aytar ekan. Siz nima deb o'ylaysiz va sizni o'zingiz qanday bu fikrga amal qilasiz? Men ishonaman, har bir qandli diabeti bor inson borki, yangilar bo'lmasa, eskilarning hammasi buni eshitib bo'lgan va qisman kimlardir amal ham qiladi. Shunday ekanmi, unday ekanmi, o'zi nima yeylik? Bu savollar juda ham ko'p. Shunday ekan, bu savollarni hozir aniq javobini men sizga berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Ha, sizni aynan diabet doktoringiz. Hoziroq o'sha qo'lchani qizartirib, yashil qilib, qoraytirib qo'yavering. Men turli xil bo'lgan mana shunga o'xshagan savollarni osonlashtirib berishga harakat qilaman. Harakat qilaman maksimal darajada sizga tushunarli tilda, tushunarli qilib yetkazib berishga. Faqat shunchaki meni diqqat bilan eshitish kerak, meni qo'llab-quvvatlash kerak, faqat menga hoziroq obuna bo'lib qo'yish kerak. Ya'ni keyingi videolarimiz birinchi bo'lib sizning oldingizdan chiqishi uchun. Va bu videoni ham juda ko'pchilik insonlarga yetib borishi uchun siz ham o'z hissangizni qo'shishingiz kerak. Bu kishi aynan shu savolni bergan. Doktor, xolesterining baland, tuxumni faqat oqini yegin deyishyapti. Sarig'ini tashlab yubor deyishyapti. Yuragim xasta, davlinam oshadi deb yillar davomida tuxumni sarig'ini yemayapman. Siz nima deysiz bu fikrga? Buni ko'pchilik aytayapti. Shifokorim ham shunaqa dedi. Ha, sarig'ini yemang, xolesterini bor deb aytdi. Do'stlar, iltimos sizdan. Biz 21-asrda yashayapmiz va allaqachon isbotlangan ma'lumotlar juda ham ko'p va bu zamonaviy dunyo tibbiyoti, zamonaviy dunyo endokrinologlar assotsiatsiyasi allaqachon tuxumni sarig'i juda ham foydali ekanligini isbotlab ulgurgan. Bu haqda juda ham ko'p aytamiz. Biz ko'p narsani cheklashimiz mumkin, lekin tuxumni hech qachon cheklamaymiz. Qachonki sizda buyraklaringiz bilan bog'liq muammo bo'lmasa. Buyrak bilan bog'liq muammo yo'q ekan, sizda kreatinin, mochivini ko'tarilib ketgan, oshib ketgan emas ekan, biz har doim birinchi bo'lib sizni hatto nonushtaingizga tanlashingiz kerak bo'lgan mahsulot bu tuxum deymiz. Ya'ni tuxum juda ham foydali, juda ham ajoyib tabiiy ne'mat bo'lib hisoblanadi. Nima uchun demoqchi bo'lsangiz, miyangizni yaxshi ishlashi uchun. Nima uchun demoqchi bo'lsangiz, oyoqlaringiz og'rimasligi uchun. Nima uchun demoqchi bo'lsangiz, jinsiy quvvatingiz pasayib ketmasligi uchun yoki tiklash uchun. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, ko'zlaringiz yaxshi ko'rishi uchun. Nima uchun demoqchi bo'lsangiz, Alsgeymer kasalligiga uchramasligi uchun albatta tuxumni sarig'ini iste'mol qilib turish kerak. O'zi umuman tuxumni iste'mol qilib turish kerak. Faqatgina buyraklarda muammo bo'lmasa bo'ldi. Kreatinin va mochivina juda ko'tarilib ketgan paytda biz uni to'xtatamiz. Qolgan holatda bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Tuxumda muammo yo'q. Asl muammo oq nonda bo'lishi mumkin. Asl muammo shakarda bo'lishi mumkin. Asl muammo siz tabiiy deb iste'mol qiladigan asalda bo'lishi mumkin. Asl muammo haddan oshiq ko'p marta perikuslar qilishingizda bo'lishi mumkin. Asl muammo sizni asablaringizni tarangligida, doimiy hamma narsadan shikoyatda, doimiy hamma narsa uchun nerv qilib yurishingizda bo'lishi mumkin. Gormonal aktiv bo'lishni xohlaydigan bo'lsangiz, xolesterin, sifatli bo'lgan xolesterinlaringiz me'yorda bo'lishini xohlasangiz, yomon sifatli xolesterinlarni pasayishini xohlaydigan bo'lsangiz, tuxum sarig'ini iste'mol qilib turish kerak albatta. Va bunaqangi foydali ma'lumotlar uchun esa menga albatta obuna bo'lib qo'yish shart. Men bu videoni juda ham qisqa qilishga harakat qildim. Shunchaki tuxumni sarig'i yeyish kerak yoki yeyish kerak emas degan savolga javob berish maqsadida. Yeyish kerak, bemalol yesangiz bo'ladi. Shartlarni hamma narsani aytib o'tdim. Demak, o'zingizni ehtiyot qiling do'stlar. Sizdan yana shunga o'xshash, siz allaqachon cheklab qo'ygan, lekin yuragingiz, yo'q, bu cheklamaslik kerak, bu balki biz uchun foydalidir, bu o'zi aniqmi deb xijil bo'lib turadigan savollar bo'ladi-ki, shunaqa savollarni hammasini bemalol meni kommentimda yozishingiz mumkin. Men mukammallashtirib sizga juda ham oddiy qilib, sodda qilib javob berishga harakat qilaman. Shunday ekan do'stlar, o'zingizni shunchaki ehtiyot qiling. Diabet bilan yashash unchalik murakkab emas, unchalik qiyin ham emas. Uni shunchaki osonlashtirib olish kerak va osonlashtiradigan insonlardan eshitish kerak iloji boricha.
murakkablashtirib tashlaydiganlardan qochishga harakat qiling va iloji boricha harakat qiling. Odamlarni, oddiy odamlarni, sizga maslahat beradigan maslahatgo'ylarni kamroq eshitishga harakat qiling. Faqat va faqat mutaxassislarga yuzlaning, faqat va faqat mutaxassislar buyurgan dorilarni qabul qiling. O'zida ehtiyot qiling, tushunmovchiliklar bo'yicha, har qanaqangi murakkab vaziyatlar bo'yicha, har qanaqangi aniqlanmagan tashxis bo'yicha, to'g'ri qilinmagan diagnostika bo'yicha bemalol Garmonic Plusga murojaat qilsangiz bo'ladi. Yaqin kunlarda xudo xolasa Toshkent filiali ham ochiladi. Ungacha esa bemalol Buxoroga murojaat qilishingiz va bizni raqamlarimizga murojaat qilib yozilishingiz konsultatsiyaga, hatto onlayn konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Qachon kelishni, qachon davolanishni gaplashib bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, o'zingizni shunchaki ehtiyot qiling va biz siz uchun kecha kunduz xizmatdamiz. Sizni hayotingizni osonlashtirish uchun qo'limdan kelguncha, kuchim yetguncha hamma narsani qilib beraman do'stlar. Salomat bo'ling.